Ko'p holatlarda kuzatganman, ko'pchilikda sharf boylashda muammo bo'ladi. Mana shunaqa boylab qo'yishadi. Kelaylik, 3 ta eng qulay usulni ko'rib chiqamiz. Birinchi usulni ko'rsataman sizlarga, eng oddiysi. Birinchi usuli bu, eng oddiysi. Endi sizlarga ikkinchi usulni ko'rsataman. O'zini issiq tutib avaylab yurgan insonlar uchun. Shu tarzda ikkiga bo'lib olasiz. Bo'yinni orqasidan o'tkazib, dumaloqni ichiga tiqib qo'yasiz-da. Bo'yningizga sekin to'g'rilaysiz. Kurtkani o'tkazib, endi bo'yningiz issiq turadi. To'g'ri ko'chaga ketaverasiz. Oxirgi 3-usulni ko'rsataman sizlarga. Bu usul elegantni hisoblanadi. Shu tarzda ikkiga bo'lib olasizlar. Bo'yinni orqasidan o'tkazib, birinchi sharfni kirgizib, dumaloqni bitta aylantirasizlar-da, ikkinchisini tiqasizlar. Galstukka o'xshab ozgina to'g'rilaysizlar. Bo'yinni issiq tutadi, ham chiroyli ko'rinadi. Mana shu 3 ta usul yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasiz. Kommentariyada o'zingizni fikringizni yozib qoldiring, o'zingizni asrang.